3 va 4 dekabrda Nyu-Yorkda Xitoy Kompartiyasini oxirlashtirish bosh tema qilgan mashina atirti namoyish qilib, navbatda kishilarning nimaga kuchli ehtiyojli ekanligini namoyon qildi. Nyu-York shahar ko'chalarida 50 ga yaqin mashina atirti Xitoy Kompartiyasini oxirlashtirish bosh tema qilgan cho'ng tipdagi e'lon taxtasini mashina ustiga o'rnatib, dag'dug'iliq namoyish o'tkazdi. Yo'ldan o'tib ketayotgan kishilarning diqqatini jalb qilib, haqqoniy qalblarning nimaga ehtiyojli ekanligini ko'rsatdi. Mazkur faoliyat shanba va yakshanba 2 kun o'tgandan kechgacha davomlashgan bo'lib, o'zini qadrlash, adolatni qo'g'dash, tinch holda qarshilik ko'rsatib, Xitoy Kompartiyasini oxirlashtirish to'lqinida insonlarning vijdoni va kuchini gavdalantirib, jamiyatdagi kishilarga aktiv ta'sir ko'rsatdi. Kishilar bu namoyishda mashinalarni ko'rish bilan bir vaqtda ko'plagan kishilar Iblis Xitoy Kompartiyasini yo'qotish temasidagi imzo qo'yish faoliyatiga qatnashib, nurg'un kishilar ko'rgan hamon imzolagan. Yana ba'zi kishilar uchur tashviq varaqchisini so'rab, astoydillik bilan o'qib imzo qo'ygan. Buningdan ko'rib olg'ili bo'ladiki, Xitoy Kompartiyasini tezdan yo'qotish orzusi dunyo xalqining qalbidan cho'nqur o'rnamoqda.